Artur Conan Doyle mashhur ingliz yozuvchisi va shifokor bo'lib, eng ko'p Sherlock Holmes obrazi bilan tanilgan. Artur Conan Doyle 1859-yilda Shotlandiyada tug'ilgan. U aslida shifokor bo'lgan, lekin keyinchalik yozuvchilik bilan mashhur bo'ldi. Uning eng mashhur asari Sherlock Holmes haqidagi hikoyalari hisoblanadi. Sherlock Holmes obrazi aqlli fikrlashi, kuzatuvchanligi va mantiqiy xulosalar bilan butun dunyoni hayratda qoldirdi. Conan Doyle Sherlock Holmes obrazini o'zining universitetdagi ustozidan ilhomlanib yaratgan. Hatto bir vaqtlar yozuvchi Sherlock Holmesni hikoyalarida o'ldirib yuborgan, ammo muxlislari talabi bilan yana qaytargan. Bugungi kunda Sherlock Holmes kitoblari yuzlab tillarga tarjima qilingan va ko'plab film hamda seriallarga asos bo'lgan. Artur Conan Doyle nafaqat mashhur yozuvchi, balki inson tafakkuri va mantiqiy kuchini dunyoga namoyon qilgan ijodkor edi. U yaratgan Sherlock Holmes obrazi orqali millionlab kitobxonlarni kuzatuvchanlik, aql va haqiqatni izlashga undadi. Uning asarlari bugungi kunda ham sevib o'qiladi va o'z qadrini yo'qotmagan. Ba'zi insonlar hayotdan ketadi, ammo ularning so'zlari va yaratgan qahramonlari abadiy yashaydi. Artur Conan Doyle ham ana shunday buyuk ijodkorlardan biri edi. Uning qalamida tug'ilgan sirli olam hanuz insoniyatni hayratga solishda davom etmoqda.